Masjidga uyim yaqin bo'lsin deb niyat qilganlar bo'lsa, azon ovozlari shunday eshitilib turadi uylarga. 150 metr chiqadi yo'l yo'zigacha. Yashnobod tumani Jo'rabek mahallasida 5 va 6 sotuvga tushgan 6 xonali uyimiz sotuvga qo'yilyapti. Sizlar bilan avzorlarini ko'rib chiqamiz. Avzorlarga keladigan bo'lsak, darvozasidan kirganimizda mana shunaqangi uzun kattagina hovlimiz bordi. Bu yerda zeleniy zona, bu yerda parkovочный zonalarimiz, bemalol mashina kiradi. Tapchallar qo'ysanglar ham bo'laveradi. Ana endi qolgan xonalariga kirib o'tamiz. Bu yerda yo'ligimizdan kelganimizda bu yerda o'ng qo'limizda bitta zdaniya, bu yerda ham bitta zdaniyamiz bor ekan. Hozir bu yerga kelamiz. Birinchi xonamiz bordi. Bu yerda bitta xonamiz. Bu yerda yana bitta xona bordi. Bu yerda yotoqxonamiz. Bu yerda kotelxonamiz. Bu yerda umumiy sanuzlig'imiz bordi. Bu yerda keyingi xonamizga o'tamiz. Bu yerda mehmonxonamiz bordi. Ko'rishingiz mumkin, mehmonxonamiz ham juda ham kattagina. Bu yerda yana bitta xonamiz, yotoqxonamiz bordi. O'zini sanuzllariga ega. Bu yerda sanuzlig'imiz bordi. Bu yerda keyingi xonamiz bordi. Shunaqa xonamiz ekan. Bu yerda bo'lsa, yumsani oshxonasi bordi. Mebellari qo'yilgan o'zini. Yumsan narxiga keladigan bo'lsa, 180 ming dollar deyilyapti. Yana ham kelishadigan joylari bor. Aloqa uchun pastdagi raqamlarga telefon qilaverasizlar.